Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun ota-ona haqida to'xtalamiz. Dunyoda mutlaq ko'p sonliq kishi qimmatini bilolmaydigan eng katta ne'mat ota-ona ne'mati. Chunki ota-ona bizning dunyoda baxtlik, oxiratda jannati bo'lishimizning yo'li va ochquchi. Hech kim sizni ota-onangizdek yaxshi ko'rmaydi. Ota-onadan boshqa hech kim sizga jinini pido qilmaydi. Qur'on Karim Musa alayhisalomning onasining uningga bo'lgan sevginishini tasvirlab, "Va asbaha fuadu ummu Musa fariga" dedi. Musa'nın onasi Musa'dan boshqa hech kimni o'ylamayotgan bo'lib qoldi. Yusuf aleyhisselamның dadası haqqida "Vabiyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim." Yaqubning ikki ko'zi oqirib ketdi, to'la yig'laganlikdan va cho'nqur achchiqini ichiga yutgan edi, deydi. Dunyoda ota-onasini rozi qilgandan ortiq baxtli odam yo'q. Ularning duosini olgan odamdan ortiq boy odam yo'q. Haqiqatan baxtli odamlar ota-onasining duosini oladi. Saudiya Arabistonning Hayl degan yerida bir yetim bola onasi bilan yashaydi ekan. Naydi kambag'al. Turmushi naydi nachar. Shunda ketib o'tgan. Bir kuni Riyozdagi tuqqanlari uni ziyorat qilib kelibdi. Ziyorat qilib kelib, ularning ahvoliga qarab, abbalning nati yaramliq, obdan o'qigan, yaxshi bolaligini ko'rib, u tuqqani "Men sana cho'qim Riyozni ish topaman" deb ketibdi. Riyozga berib, aşağıdaki soqchi idorasiga ishga kirishga ashuni deyishibdi. Ya'ni ishga olatganga, hukumatninki kadr o'tganga. Bala nayt xo'shallikdan anasiga bu ahvolni degan anasi turib, "Men sen bilan u tarafga bora olmayman. Men degan yolg'iz, seni meni qap sen kessang, men yolg'iz va sendan men ansirayman. Sho'ng balam rizq deganni Alloh berdi. Mendan ayrilmagin, mening qishimda tug'in" dedi. Bala, "Ana, mushundoq yaxshi bir ish, hukumatning xizmati, shunda yaxshi kelgan bir fursat menga. Mushu fursatni qochirsam qanday bo'ladi" degan. "Balam, Alloh Kerim, men Allohga duo qilaman. Alloh sening rizqingni uningdan yaxshi yerdan berdi. Bormaga mening qishimda bo'lgan" dedi. Shuning bilan bala ma'qul deb ota-onasining gapini qabul qildi. Shuningdan keyin u tuqqaniga telefon qilib, "Siz meni kechiring. Men ishga boramayotgan bo'ldim" degan. "Nima ishga bormaysan? Mushundoq bir ish deganni hammadan topalayotgan bir ish emas-ku bu. Men so'zlashib qo'ydim, hamma ish tugidi, kelsanglar bo'ldi" degandan keyin "Anam qo'shilmadi" degan. "Ha, bunda gapmidi. Rost shunday qilamsan" degan. "Men onamning qishdi bo'lay. Rizqimni Alloh beradi" degandan keyin "Tamam balam. Sen haqiqatan yaxshi bola ekansan. Seni texmi yaxshi tonidim hozir. Ananing xizmatini obdan qilgan Alloh buningdan yaxshi rizqni berdi" deb xo'shlashdi ekan. Shuningdan keyin bu kichik Hayilda, ya'ni kichik bir mahallada bo'lganda ekan, buning ashir yozg'i ishga bog'liq bo'libdi deb uningdan keyin ishdan bormayotgan bo'libdi onasining gapi bilan degan gap taqilib ketibdi. Kichik yurt degani taqilib ketgandan keyin shada bir shirkatning bir adimi buni anglab uning uyiga kelibdi. Mushunda angladim rasmo degan. "Ha, men mushu onamni deb, men shu hukumatning ishini rad qildim" degandan keyin "Andaqda emasa, men sana ish beray. Bizning mushu shirkatda har kuni kelmaysan, bir kun kelib, bir kun kelmasang bo'ldi. Kunduz soat 12 ni kecha soat 12 gacha mishada ish bor. Ammo kecha soat 12 da qaytasan degan, men qilib boqaydi" degan. Shundan keyin boshqalarga men 3000-4000 riyal berman, sana ananga mehribon bola bo'lganliging uchun 6000 ni berman degan. Ma'qul deb bir oy ishlagandan keyin
bu bek kech qilavergandan anam yolg'iz qolgan uyda. Anam meni kutib uxlay olmay o'ltirdi ekan. Anamni bir jafoga sep qo'ydi ekanman. Şuna bu işni qilmayman dedim degandan boshqa sabab bormi degan boshqa sabab yo'q. Ish shunday yaxshi ekan, maoshmi shunday yaxshi ekan, hech qanday jafosim yo'q. Faqat anamni kutkizib qo'ydi ekanman. Çünkü ben anamning roziligini deb nurg'un ishidan kechgandan keyin bundan men kechay degandan adam turib ketib, "Bo'ldi bolam, men seni to'g'ri tushundim, bo'ldi, ketavergin. Buningdan yaxshi bir ishlar, ya'ni sana munosib ishlar bo'lsa, sana tep beraman" degan. Shunda deb u adam o'zining bir do'stiga mushu bolaning ta'rifini qilib berganda, "Mushundoq bir bola, ahvoli mushunda" degandan keyin u adam buni bankaga aşağıdaki mahalladagi bankaga ish qilayotganda, uning qildigan ishi bankada shu pulni bankadan nimalarga sanduqlarga silib tayyor qildi ekan, 100 riyallik, 50 riyallik, 500 riyallik degandek pulni ayda ol tayyor qilib bergandan bu akilib aşağıdaki yo'l ko'cha bo'yladagi bunda bankalarga, ATM bankalarga shaga shuni solatgan. Qutularni yerlashtirib qo'ygan, har kuni kelib qutularni yerlashtirgan ish var ekan shu. Shunda yaxshi ishlabdi, maoshi bundan inayet yaxshi ekan, ham o'zining mahallasida shunda ketib borgandan keyin bir kuni u o'zining ish yeriga soqchilik kelibdi. Soqchilik kelib, bu yerda xiyonat bo'libdi. Sen mushu banka akiltgan pulni sen o'zing xaylab ketibsan deb aytdik ish yeriga. "Yo, men anda qilmadim." Deganki, "Yo'q, meni ma sanduq qilib sepbergan pullar mushu, ma'lum sepberlik meni. Ayaga bag'am pul andaq emas" deb, shuninglar binosin deb uningga 7 yillik o'yki sotitgan. Ash pulni to'layotganga, uning 7 yillik o'yki sotitganda o'zini faqat isbotlay olmaydi ekan hamda. Tushunolmay qolgan bu ishni. Shuningdan keyin 2 yil o'tib ketgan shu arliqda. 2 yil o'tib ketguncha bu aqlanmaydi. Uqanmaydı bu işni. Şu aralıkta bazı adamlar bu bankadan bir 500 riyallık pul elişinin onuğa ya 50 riyallık elişinin onuğa 500 riyallık pul çıkıvatıdı dep aşı mahalledekiler. Bazıları gap qilmay epti, nurg'unlari bu o'zimizning haqqini ortiqni eptimiz deb bankaga qayta o'tiribdi. Bankaning odamlari tekshirib qanday gapkan desa, bankaga qutini tayyor qilib biritganlar 50 riyallikni saltgan sanduqqa 500 riyallikdan sep qolibdi ekan. Şu o 50 riyallikni o'rniga sep qo'ygandan keyin ana 50 riyal olaman deganning hammasiga 500 riyaldan pul chiqildi. Aşağıdan bo'libdi u ish. Bo'lgandan keyin ular mahkamaga berib ahvolini aytgan. Bu mundaq ish chiqdi. Degandan keyin u qozi sotchi tekshirib qarasa, u balda qilchi gunoh yo'q. Uni aşı sanduqlarga sep berganlar 50'ni saltgan yerga, 50'likni saltgan yerga 500'likni sep beribdi ekan. Shuni tekshirib ko'rib, andaqda qaror chiqitgan. Birinchi, mobalni darhol chiqarib o'tsizlar. Ikkinchi, 2 yilning ichida mushu balning turmida haq yotgan har bir kuniga 1000 riyaldan pul to'laysizlar, debdi. Uningdan keyin sizlarga qaytirib kelingan, xalqdan qaytirib kelingan pullar aş pulunun bununla birisler. Depte şuna olsa 3 milyon pul oldu. Bunun 20 yıl burunki işken bu. Yani 2005 yılı boğan işken Suudi Arabistan'da. 3 milyon pul degen şu çağda acayip çoğun pul hem de. O çağda bunda mükemmel bir öyle mesela bir öyle almakçı olsa bir kim 300 bin, 400 bin riyal kalıdı. Şuna olan o 3 milyon bilan ticaret başlap, hazır Suudi Arabistan'da közgü körüngen sanıqıl bulduğun katta baylardan bulap getirdik ekende. Onun anısı daim deyken onunla. Balam sen bana itaat kılıp benim hizmetimni qilding, meni tashlamading. Alloh taolosin dunyo oxiratda boy qilib versin deb duo qildi ekanda. Shu ota-onasining duosi bilan ashundoq darajalarga yetayotgan hamda. Endi ota-ona jannatning ishki. As ibn Muaviya degan kishi
Anısı ülep ketgende qattiq yig'lab ketayotganda buningga hamrohlari endi bo'ldi qazoga, balo qazoga sabr qiling. Boşroq yig'lasangiz bo'ladi deb qilsa, men bu o'lib ketganligiga yig'lamayman. Endi bu o'lam degan hammamizning beshiga bor. Lekin menga Alloh taolo aytib bergan jannatning ikki eshigi bor-ku, anam bil dadam. Shu anam ketdi, jannatning bir eshigi taqilib qoldi deb shuningga yig'layman deganimda. Endi olimlar deydi, ota-onasining duası peygamberinin duasına beraber değil. Ata-anasının duasını ağan adam peygamberinin duasını ağan bilten. Ata-anasını razı kılgan adam Allah Taala'nı razı kılgan buldu deydi. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana deydi. Rabbim sana şunda farz kıldı ki Allah'tan başka hiç kimge ibadet kılmaslık. Rabbinin özüge ibadet kılışını ve ata-ananga qetir qinib, kuyunib xizmat qilishingni farz qildi deydi. Ya'ni birinchi farz Alloh taologa shirik keltirmay ibodat qilish, ikkinchi farz ota-onaga butun vujudi bilan tirishib xizmat qilish. Musa alayhisolamningki zamonida Musa alayhisolam Alloh taolodan tilaydi ekanda, Musa alayhisolam aki payg'ambar. Endi Alloh taolo gap qilgan u kishiga, u zotga ve Allah Taala'dan şundaq suallarını şundaq erken soraydigan. Bir günü soraydigan ki, mening jannatga hamrohim kim? Hamma payg'ambarlarning jannatimda hamrohlari bo'ldi ekan. Mening hamrohim kim degankin, sening jannatga hamrohing paloni shaharning, paloni yezidagi, paloni ko'chadagi qassob deydi ekan. Iniq aşı deb birtgan aşı. Deb bergankin, shu bo'yicha Musa aleyhisselam bir tarafına hayran kaldı ekanda, bu qassab deydi, men degan bir payg'ambar tutsam, ya bir olim emas, ya bir ulamo emas, bir qassab deydi. Shu men bilan jannatda bo'lgan odam qanday odam to deb shuni ko'gil bortgan. Ash ta'riflab bergan bo'yicha ash mahallaga borsa, shu mahallada bir qassab bor ekan. Qassabga berib, "Assalomu alaykum, men sizningki Alloh mehmoni bo'lib keldim uyingizga" degandikin, uni qabul qildi ekan. Qabul qilib, o'ltig'izib qolib, paranglashib, bir tarafdan o'zi go'sht parchalatgan, go'sht sotayotgan shunda qilib. Hamda bir 2 soat bo'lganda siz bu xapomaymi shu go'shtga qarab o'tirgan bo'lsangiz, men 15 minutda kelaman deb ketgan. Ketib, bir damda kelitgan. Yana bir 2 soatdan keyin yana men berib kelaman deyotgan kelitgan. Shunda qilib, kech bo'lganda, endi siz Allohning mehmini uyimga olib qo'ndirman deb uyga ketgan. Uyga ketib, uni uyda o'ltirg'izib qolib, yana kichikgina kutib turing, azoq ishim bor deb ikkinchi qatga chiqitganda, chiqitib, bidamdan keyin tushib ekan. Bidamdan keyin tushib, paranlash qilib qopgandan keyin andin Musa alayhisalom, "To'xtang, siz atadan ba'zi bir sirliq ishlar bo'ldi sizning. Do'konda o'tirsam bir qancha qadam yo'qolib ketdingiz. Hozir men bu yerga akirib qolib, yana yo'qolib ketdingiz. Nima ish bu?" degandan keyin, "Boshqa ish yo'q. Mish bir yashinib qolgan bir anam bor. Anamning put-qo'li tutmaydi. Sizga ko'stay" deb ochiqitgan. Ochiqib qarasa, ashmada zambildek bundaq to'ttiribdan yipda bog'lab qo'yganlik, shu nimada zambilda yotqizib qo'yganlik ekan. Nayt bak pakiza shunda yotqizib ekan. Her bir 2 saatte anamga binasi yugizma, anam bunda sho'rbini yaxshi ko'rdi. Aynan sho'rbi qilib, ichkizib aynan qilaman. Hatta shu ta'rifni o'zim tozalab, atirlarni chechib, chiroyli qo'rib aynan qilaman deb anasini tanishtirib, anasining qishqa keldi ekan Musa alayhisalom. Kelgandan keyin ya Musa o kishi Musa alayhisalom qarab tursa, anasi o quliqiga gap qilgan bolasini. Quliqiga gap qilgan bolasi kulib ketgan. Nima deyishdan nima gapda deb Musa alayhisalom so'rasa, "Hayır, so'mizlarni yashinib qolganda endi aql joyida emas, aynan gap qilaverdi anam" degan. Nima deydi degan keyin, "Alloh seni jannatda Musaga qo'shni qilsin" deydi. Musa alayhisalom degan kim? Men degan kim? Men degan bir qassab tursam, aynan gapni qildi bu anam deb o'tgan. Degan keyin Musa alayhisalom, "Anangizning duosi ijobat bo'ldi" degan. Qanday? Men
Allah'ın peygamberi Musa, men Allah Teala bana senin cennetki hemrahın palanın kassap dedi, sizni körsatdi, şunu kelgandim men dedi. Allah Teala hemmemizni ata-onasining xizmatini qilib, ata-onasining duosini oladigan yaxshi kishilardan qilsin. Amin.